Qashqadaryo tandir go'shtining dovrug'i respublikamizning barcha hududlarida keng tarqalgan. Ayni bu borada G'uzor tumanida tayyorlanadigan tandir go'shtini e'tirof etmaslikning iloji yo'q. Boisi mazkur taom hududning brendi hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Qashqadaryo viloyatiga tashrif buyuradigan mehmonlar, boringki xorijiy sayyohlar borki, albatta mazkur taomni bir marotaba bo'lsa ham iste'mol qilishga qiziqish bildiradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Marg'ilon atlasi, Qo'qon pichoqlari, G'ijduvon kabobi kabi G'uzor tandir go'shti ham hududning geografik ko'rsatkichidan kelib chiqib, davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Tandir go'shti azaldan Qashqadaryoning eng mashhur va qadimiy taomlaridan biri hisoblanadi. U o'ziga xos ta'mi bilan ajralib turadi. Hozir aynan G'uzor tandir go'shtining tayyorlanish jarayoniga e'tibor qaratamiz. Aka, mana necha yildan buyon tandir go'shtini pishirish bilan shug'ullanasiz? 10 yildan beri o'zim qiziqqanimdan shu tandir oshpozlik kasbini tanlaganman. Nafaqat tumanimiz O'zbekiston bo'yicha, butun xorijiy davlatlar bo'yicha borayotganidan men xursandman. Xo'sh, G'uzor tandirning o'ziga xosligi nimada? Qo'zini go'shtidan farq qiladi. Hamma joyda tandir bor, masalan. Go'shtimizni birinchi 4 ga bo'lib olamiz. Keyin uni 6 ga bo'lib, tilib, oralariga tuz kirish uchun, marlovka kirish uchun keraksiz joylarni o'ptaylaymiz. Bir kunga 50 tagacha qo'zi go'shtdan tandir pishiramiz. Go'sht tanlashga yoshgina qo'zicha, unda katta bo'lmasligi kerak. Yoshgina bo'lsa, pishishi ham yaxshi bo'ladi-ku, shirin ham bo'ladi. Hamma narsasi me'yorida bo'lish kerak-da. Tuzi o'tkirib ketmasligi kerak, ziravari o'zida bo'lish kerak. Endi sarimsoq, gashnish, zirani aralashtirib surtamiz go'shtga. Hammasini birgalikda aralashtirish kerak. Sutib olamiz. Keling, masga qarashib yuboraman. Yildan buyon shogirdlar ham yetishtirdingizmi? Shogirdlar bor. Mana bu tayyor bo'ldi. Ziravorlarni surtgandan keyin 1 soatcha tursa, ta'mi o'zgacha bo'ladi. Mana shunday simlardan o'tkazib olamiz tandirga ilishga. Sen shoh ichagini qo'yaver. Hozir bu yerda qancha kilogramm go'sht bor? 2 ta qo'zichoq bor. 2 ta qo'zichoq. Taxminan kilogrammi qanchani tashkil qiladi? Deylik, 40 kilogramm go'sht pishib tayyor bo'lgandan keyin kilogrammi qanchani tashkil qiladi? 20 kilo go'shtdan 8 kilo yo'qotish bo'ladi. Xo'sh, buning sababi nimada? Buning sababi bizlardagi uzoqroq archa bartarning. Mana shu holatda ilinadi. Hasblar qo'yiladi. Keyin qozon bilan yopiladi. Demak, bu 1,5 soat turadi. 1,5 soat turadi. Atrofda bilan shu olib yopilib qo'yiladi. Havo kirmasligi kerak. Havo kirsa go'sht kuyishi mumkin. Bizning mahsulotimizni iste'mol qilish uchun aynan G'uzor tumaniga kelganini biz juda ham xursandmiz. Xo'sh, nima uchun G'uzor tandir go'shti e'tirof etiladi degan savolga mijozlardan javob olamiz. Qani boshladik. Qayerdan kelgansiz? Men Buxoro viloyati Buxoro shahridan kelganman. Bu tandir birinchi raqamli O'zbekiston bo'yicha. Chunki men ko'p viloyatlarga ish bilan yuraman. Bu yerning tandirni yaxshi deysiz uchun bera keldim men. Haqiqatan ham maqtashganlarga bor ekan, ta'mi juda ham shirin, mazali ekan, kelganimdan afsuslanmayman. G'uzor tandirining o'ziga xosligi nimada? Toshkent viloyati Olmaliq shahridan keldim. Shu G'uzor tandirini maqtashgan ekan, shuni iste'mol qilib ta'mi totgan keldim. Demak, Toshkent viloyatida ham G'uzor tandirining dovrug'i borganda. Bor. Eshitib, bilib keldik. Oilam bilan
Aytish joizki, birgina taom ham hududning turizm salohiyatini yanada oshirishga xizmat qilyapti. Chunki yurtimizning turli hududlaridan g'uzor tandir go'shtini iste'mol qilish uchun kelayotgan mehmonlar soni kun sayin ortib boryapti. O'z navbatida tadbirkor mijozlarga yanada qulaylik yaratish uchun xizmat ko'rsatish obyekti faoliyatini yo'lga qo'ygan. G'uzor o'zi tandir bilan tanilgan. Endi bu tandirni oldin buyurtma bilan pishirishgan, keyin biza o'shani o'ylab 2013-yil, 2014-yil mana shu yerdan tadbirkorlikni boshladik-da. Keyin men aytdim, o'shani kilolab sotishga yo'lga qo'yishimiz kerak. G'uzorda yo'q edi u narsa. Keyin kilolab sotishga yo'lga qo'yamiz dedik-da, boshladik bu ishimizni. Boshida kam-kam sotdik, bir tadbirkorlik rivojlanib, ishchi o'rinlar ko'payib, 40 tagacha qo'zilarni tandir qilib sotyapmiz. 30 ta ishchi o'rin yaratganmiz. Yanada buni rivojlantirish niyatidamiz. Prezidentimizni tadbirkorlarga bergan imkoniyatlardan kelib chiqib, ishchi o'rnini ko'paytirib, shu xalqimizga foydamiz tegib, shu g'uzor tandirini butun dunyoga tanitishni niyatidamiz. Dehqonobod tog'laridagi yurgan qo'zilar bu giyoh yegan qo'zilar. O'shaning uchun go'shtlari shirin, tandiri ham shirin chiqsa kerak edi menimcha. Oshpazlar ham mehr bilan ishlaydi. Sirasini aytganda, Qashqadaryo tandir go'shti bu hududning milliy taomlari ichida yagona sanaladi. Bunga ishonch hosil qilish uchun